Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Meningki to'rda sizlar bilan yuz ko'rishimga uzun vaqtlar bo'lib ketdi. Bu vaqtlarda men o'zimning boshqa ilmiy faoliyatlarni qilishdan bir vaqtda shu g'arb jamiyatini, ya'ni o'zim yashayotgan g'arb jamiyatini kuzatib keldim. Bu kuzatganlarimga asosan men g'arb jamiyati, ya'ni bugungi g'arb jamiyati haqida diqqatingizga özüm bayqagan, muhim deb qaragan ve nurg'unlagan odamlarni qaymoqtirayotgan ham biz cho'qim bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi nuqtalarni sunmoqchiman. Albatta bu nuqtalarninki ko'pinchisi nihoyatda odamni bearam qiladigan nuqtalar bor, odamni umidlantiradigan nuqtalar bor, ham qaymoqtiradigan nuqtalar bor. Eng muhimi bizningki mushu g'arb yashayotganligimizdan iborat mushu jarayonda biz bu faktlarni, bu noktalarni ve bununla bazı bir çıkış meselelerini düşünmesek biz özümüz yaşayotgan yerni düşünmeyen oluruz. Şunun için sizlerinki g'arb jamiyatini tushunishinglarga yordam berish uchun men bu bir yurish leksiyani tayyorladim. Bu leksiyaning ismi bugungi g'arb jamiyati. Buningda 10 kichik tema, 10 kichik hukm ve 10 kichik mazmun bor. Her bir mazmunda birden misal verildi. Bu misalga qetib men şu misalni men ma'lum bir nazariyaviy ramkaning ichiga olib turib bularni men analiz qilaman. Albatta men bu 10 temaning hammasini so'zlamayman. Oldidan 3 temani so'zlab beqib sizlarning inkosingizga qarab boqaman. Agar bu temalarga qiziqish sus bo'lsa, men bu 10 temaning hammasini so'zlashni to'xtataman. Fakat sizler men sözlegen, hem sözlep olgan şu 3 temirilla g'arb jamiyatini tushunishga qadar dastlabki hul xarakterlik bilimga erishasizlar deb qarayman. Agar buna nisbatan qiziqishlar yaxshi bo'lsa, men butunlay 10 qismini tugutaman. Ham undan keyin shu anglarmanlarninki ehtiyojiga qarab ba'zi programmalarni o'rnatishtiraman. Şunu ben bugün bunun birinci kısmını tanıştırıyorum. Birinci kısmı ideologik aldırmacılık. İdeologik aldırmacılık diyen bu sözünü düşündürüşten ilgili buna bir nokta aldırmacılık diyenini düşündürüş gerek. Aldırmacılık dediğimiz bu bizimki hulukumuzda bu medeniyet zor inkılabı da, yani bizim vatanda bo'lgan medeniyet zor inkılabı da biz tunca kadar uçraşkan bo'ldilar. Ama köpünçimiz bu sözle uçraşkan vaqtimizda nahayat kichik to'q. Ehtimol aramızda medeniyet inqilabı başını keçirgen, to'liq başını keçirgen bo'lishi mumkin. Ama bizde evlatlar medeniyet inqilabı ahırlaşkan vaqtida, yani o'tirish tug'ildik, lekin uni ahırlaşkandan keyin cho'ng bo'ldik, uning ko'p ta'siri kuchlidir. Hem uningki uningda nimalarning bo'lganligiga qarata bizda bir to'liq bir tajriba yo'q. Bu sözün mənisi, ağırmışlıq deyimizin mənisi, dövlətinki mövcud sistemisini ideologiya cəhətdən ağdırıb taşlaşını göz tutudu. Bunun təbiri meyli Xitayda olsun, meyli Amerikada olsun, həmiz asasən oxşaş. Bugünkü sözməkçi olan temam dəlmanı şu ideologiyalik ağdırmışlıq. Yəni, məlum bir dövlətini, məlum bir tüzümünü, yəni məlum bir iqtisadi, siyasi sistemini ideologik cəhətdən ağdırıb taşlaşını göstərən bir hərəkətini göstərən. Əlbəttə, biz kiçikimizdə Qərbni düşünüşümüzdə Qərbni kiçikimizdə düşünüşümüz nəhayət bir addi olub gələn. Yəni biz Qərbni köpünçümüz Qərbni biz kiçikimizdə təsir etmişdirən sosializm tərbiyəsini düşünüb gəldik. Yəni sosializm və kapitalizm bir-birisiga qarşı degan mana shu şəkildə. Sosyalizm olmagandan hemimiz kapitalizm intayin rezillik to'lgan, erkinlik bo'lmagan, qarang'i bir jamiyat deb bizga shunday tarbiya berilgan. Endi sotsializm jamiyatchi bo'lgan vaqtida bizga shu kommunist kollejchilarninki ta'riflari aytganda sotsializm quyosh parlab turgan, hamma odamlar barobar, hamma odamlar huquq hurmat qilinadigan go'zal va utopik bir jamiyat sifatida tasvirlanib keldi. Demak, bundan dal aks to'g'ri bo'lsa-mu, ammo bu bizning menimizni yuvish uchun bizga mana shunday aldamchi xarakterdagi tashviqotlar ilib berildi.
Hamda ayni vaqtda Marksningki nazariyasini bilamiz. Marksning nazariyasida kapitalizmningki asosiy aloyidligi ikki. Birisi xususiy mulkchilik ustida qurilgan, ikkinchisi buningda iqtisodiy bazasi, iqtisodiy munosabatlar ustida qurilganini belgilaydi. Buningda endi Marksningki üçüncü bunun ikkisidan türlü chiqadigan bir nimasi kapitalistik jamiyatida iqtisodga egalik qilayotganlar bilan uning ishi güchlari, ya'ni kapitalistlar ishlar o'rtasida kelishuvga bo'lmaydigan ziddiyatlar bor deb tushuntirildi. Shuning bilan Marks bu insoniyat jamiyatining taraqqiyotini 5 bosqichga bo'lib bir yerda buningda qulluq jamiyat, feodallik jamiyat, İptidai cemiyet, kulluk cemiyet, feodallik cemiyet, kapitalist cemiyet, sosyalist cemiyet en ağırısının en yukarı şekli komünizm cemiyetiydi. Bunu biz derslerimizde öğrengen. Ben bilen devrdaş boğullar ve onun keyinkiler məlum mezgillikçe bu neslin Marksizmlik taraqqiyat nazariyesi ve qatarlıqlarda bu en aqalli bir nesle var ve en aqalli bir bilimler var. Hem de Marks'ınki aynı vakitte sözlemeyen, demeyen bir noktası var. Bu bizim zamanımızda görülüyor. Yani o kapitalizmde sosyalizmden elementlerinden buluşu ve sosyalizmde kapitalizmden elementleri buluşu. Buna da iki çoğun misal keltiriş oldu. Kapitalizmde sosyalizmden elementlerinden buluşuğa Amerikalı misal keltirirsek, sosyalizmde kapitalizmden məlum elementlerinin ki sosyalistik partinin ki kontrol asıl buluşunu Xitaydan görüp alayımız. Xitay sap sosyalizm emas. Şunun bilan bir vaqtda Amerikaning sap kapitalizm bo'lishini qilib, sotsialistik omillarni, tarkiblarni, ideyalarni va texnik muhimi ideologiyani o'ziga bag'ansir sindirib, nihoyat murakkab bir abjash bir holat kelib oldi. Bizning 10 leksiyasini so'zlamoqchi bo'lgan temamizning asosiy yadrosi mana shu abjash, ya'ni g'arb jamiyatida hozir biz ko'rayotgan shu abjashlikni sizlarning diqqatingizga qisqacha qilib beraman sunmoqchi. Endi bizningki g'arbni ko'rish yana bir nuqtamiz islom dinimizdan chiqdi. Ya'ni buningda islomiy sharq bilan kabri g'arb o'rtasidagi bir munosabat masalasi. Bu qadar oddiy bo'lmasmi, ammo bizga tushuntirilgan ba'zi islomiy bilimlarda g'arb mana shu intayin bir xil oddiy shaklda tushuntirilib kelindi. Xo'sh, endi gapimizga qaytib kelsak, g'arbda hozir biz ko'rayotgan nurg'un masalalar bu bizningki g'arbni tushunishimizda texnik cho'nqirroq, texnik uzoqni ko'zlagan bir nazarda qarab chiqishimizni talab qiladi hozir. Gerçi biz g'arb yashayotgan bo'lsak-mu, mening ko'zishimcha biz g'arbni to'liq tushunmaymiz. Yani mening leksiyalarim mana shu g'arb jamiyatini tushunishga asos bir ko'znak bo'lsa, dastlabki bir bilimlarni bersa degan bir maqsadni ko'zlaydi. Xo'sh. Bugungi temamizga ishga kirishdan ilgari sobiq Sovet Ittifoqi KGB'ning josusi Yuri Bezmenov ne tanishtirib o'taman. İhtimal bunu anlagan buluşanlar mümkün. Anlamagan bolsanlar, bugünkü şu sözümün astığa, ben onunki YouTube'daki sözleyen bazı sözlerininki videoluk hatırlarınınki ulanmasını qeyd qo'yma. Yuri Bezmenov. O KGB'da propagandaga mas'ul bo'lgan. O Sovet Ittifoqininki rejimsizligini ko'rgandan keyin 1970-yili g'arbga qochgan. O oldidan Amerika Markaziy axborot idorasidan aloqalashgan va uning o'rnashishi bilan Kanada'ga yerleşken. O tunç bulup KGB'nin Amerika'nı işçiden ideologik aldırımcılık ulan veyran kılış planını cemaatke aşkarlığa. Aynı vaxtda onun aşkarlaşları istihbarat cemaati ve ahbarat sahasını qattiq qiziqtirgan. Keyin bir mezgil unutilgan. Endilikda kishilar qaytadan Bezmenovning so'zlarini ko'ziga surtib tutiya qilyapti. Bular ba'zi Amerikadagi o'ngchillar. Nimishqa Bezmenov qaytadan dunyodagi cho'ng-cho'ng ziyolilarninki va bir qism o'ngchillarninki va bir qism suiqasd nazariyachilarninki diqqatiga qayta erishdi. Buna aldırma cevap veriniz.
Bezmenov 1984-yili Amerikadagi mashhur jurnalist George Griffin bilan bir suhbat o'tkazdi. George Griffin bu sotsializmdagi Amerikadagi singib kirishi va og'dirmachilikqa qarata eng chonqur tadqiqotlar qilgan o'ngchi ziyoliyanamisi. Buningki bu vaqtga nurg'ulgan video so'zlar va YouTube'da aqsam bo'ldi. George Griffin. Bu suhbatning nomi Sovetning erkin dunyoga og'dirmachilik qilish haqidagi axborot. U suhbatni mundaq deydi. Buning hammasi meniki naql nima? Mundaq deydi, naql. KGB'ning muhim ishi istixborot uchurlarini to'plash emas. 15% vaqt, pul va odam kuchi jasuslik va shunga o'xshash ishlarga sarf qilindi. Qolgan 85%i biz asli jarayon deb ataydigan ideologiyalik og'dirmachilikqa, aktiv metodlarga va psixologiyalik urushga sarf qilindi. U yana ilgarilab mundaq deydi. Naql. Rossiyaning uzundan beri Amerikani psixologik urush orqali mag'lub qilish plani bor. Bu plan axloqsizlashtirish orqali ishga oshadi. Buning amalga oshishiga necha 10 yil ketadi. Ammo buning mevasi allburun ko'rilishga boshladi. Demak, birinchisi so'q munosabatlar urushida KGB'ninki Amerikani, yoki Amerika boshchiligidagi g'arb jamiyatini vayron qilishda qo'llangan eng chong metodi axborot uchurini to'plash emas, balki og'dirmachilik, ideologik og'dirmachilik qilib berish. Buni necha 10 yillik planlangan plan. Endi bu agar bu suhbat 1984-yilda ilib berilgan bo'lsa, demak 1984-yilda Rossiyaning, sobiq Sovet ittifoqininki Amerikani ideologik og'dirmachilikda vayron qilish planininki mevalari albarin ko'rilishga boshladi. Demakchi. Buning ma'nosi nima? Bezmenov buni tushuntirib mundaq deydi. Yana naql. Bular ideologik og'dirmachilik orqali ilib berildi. Ideologik og'dirmachilik qandaqdir yoshirin faoliyat emas, balki ochiq oshkora va qonunli shaklda ilib berildi. Diqqat. Axborot uchurlarini to'plash, yana takrorlayman. Yoshirin ilib berildi. Bu an'anaviy istixborotning bir qismi. Ammo ma'no deyotgan ishi ideologik og'dirmachilik oshkora, qonuniy shaklda, hatto texnik keskin esa ko'z oldimizda yuz berdi. Yoshirinlik yo'q degan gap. Bu texnik qo'rqinchli. Yeni ko'rsizlar. O yana deydi. Uni o'z ko'zingdan ko'ra olasan. Uningda har bir Amerikaning reallik haqidagi idroki shu darajada o'zgarib ketadiki, uchurlarning to'liqligi va mo'lligiga qaramay, hech kim o'zining oilasini, jamoatini va davlatini qo'g'dashga qarta aqlga uyg'un bir qarorga kelolmaydi. Ma en qo'rqinchli. Nimishqa? Chunki bir odamning o'zini qo'g'dishi bir biologiyalik iqtidor. Oilasini qo'g'dishi ham biologiyalik, ham ijtimoiy, ham psixologiyalik, ham diniy, ham axloqiy qobiliyat, hattoki bu bir instinkt. Yoki mundaq sifatga vaqtida bu bir xil tabiiy iqtidor. Figurda iqtidor emas, bizning vujudimizda biz bir jonliq bo'lish üstümüzden tabiiy bo'lgan bir iqtidor. Shuning uchun bu iqtidor hayvonlarda bor. Hammasi bo'lsa, ko'p qismida bor. Endi biz o'zimizdagi eng asosli, eng mohiyatlik va bizni odam, ijtimoiy odam qilib turadigan mana mushu iqtidordan voz kechsak yoki voz kechtirilsak, nimaga aylanamiz? Ham bizni o'zimizdagi eng mohiyatlik, biologiyalik, ijtimoiy, axloqiy, psixologiyalik qatorliq mush iqtidorimizni olib taraydigan bu operatsion, bu istixborot o'yini qanchalik qo'rqinchli. Bunisi bizni nihoyatda hayron qoldirdi. Bezmenov bu jarayonni ulug' meni yuyish deb ataydi, great brainwashing deydi uni. Va uni 4 bosqich borligini o'tirib qo'ydi.
bu ulug' ming yurishninki 4 bosqichi bor deydi bu. Buning birinchi bosqichi axloqsizlashtirish bo'lib, uning amalga oshishiga 15 yildan 20 yilgacha ketadi. Bu bosqichdagi asosiy harakat etuvchilar o'quvchilar. Diqqat, o'quvchilar. Endi o'quvchilar degan nima degan gap? O'quvchilar degan gap bu yerda garchi biz buni o'z suhbatida buni bek ilgarilab sharhlagan bo'lsa-mu, men sharhlay buni. Demak, bu ideologik ag'dirmachilik Amerikaning ma'rifat sohasida, jumladan oliy maktablarda va kollejlarda elib berildi. O'quvchilarningki kavlisi yuridu yoki ularga bu ideologik, yeni ideologik bilimlar, tecrübeler ve hissiyatlar sındırıldı. Şu arkalık ularninki menisi qaytadan şekillendirildi degan gap. U so'z sahasini demayapti. Yoki sahiya sahasini demayapti. Oldidan o'quvchilar. Endi bu o'quvchilarning yana bir yeri. O'quvchilar bu ideyalardan bu ideyalardan ta'sir uchragandan keyin, yuqumlangandan keyin buni jamiyatga chiqardi. Xizmat o'rinlariga chiqardi. Oilalarda buni ifodalaydi. Jamoat ifodalaydi. Jamiyatning cho'ng-cho'ng harakatlarida, saylanmalarda va boshqa hamma narsalarda buni ifodalaydi. Buning uchun hattoki o'zining mezoni qilib, buning uchun kurash qilgan bo'ldi. Bir ikki avlod o'quvchilarni shunday qilib olgandan keyin biz oldimizga 50 yillik, ya'ni bir avlodga 25 yil ketdi desak, ikki avlod 50 yil ketsa, o'quvchilarni bir avlod 25 yil tarbiyalab olsa, 15 yilda 20 yil ketdi deyapti. Xo'sh, u vaqtda bu o'quvchilarningki 25 yildan keyin jamiyat ko'rsatgan ta'sirini o'ylasanglar, buni bakli uzoqni ko'rgan bir plan ekanligini his qilasiz. Uning ustiga bu o'quvchilarning bir qismi yana maktablarda o'qituvchi bo'ladi. O'qituvchi bo'lgandan keyin bular o'xshash ideyani o'quvchilarga singdirdi degan gap. Oxirida bir narsani qistirib qo'yay. Sizlar esingizda sizlar bilasizlar, Xitoydagi madaniyat inqilobimi o'quvchilarni qo'zg'atgan, o'quvchilarni o't oldirgan. Bu orqali Mao Zedong o'zining siyosiy raqiblariga zarba berib, o'zining intayin paranoyaga to'lgan intayin inqilobiy degan bilan butun Xitoy jamiyatini vayron qilgan siyosiy vazifasini o'quvchilarning qo'li orqali ishga oshirgan. Bu o'quvchilar deb atalgan qizil qo'g'irchilar deb atalgan. Ular qancha vashilasa shuncha ilhomlantirilgan. Ular qancha ilhomlantirilgan siri shuncha vashilashgan. Shuning bilan Xitoyningki an'anaviy butkul kulturi 10 yil ichida kukil talqon bo'lgan. Buni o'zing ko'rasizlar. O'xshash, parallel degan hattoki. Ikki xil kultural harakat qo'zg'atish va qalayimqanchilik hattoki bu yerda bir anarxiya bor. Cho'ng jihatdan o'xshab ketadi. Deydiki, ular Marksizm-Leninizm ideyasining ta'siriga uchraydi. Amerikada o'qishlarning ma'lum. Kapitalizmni gumonlandi va uningga qarshi turish xohishlarini ifodalaydi. Buning misoli sifatida Bezmenov Amerikadagi hippie movement degan bir harakat bo'lgan. O'tgan asrning 60-70 yillarda Amerikaning cho'ng-cho'ng shaharlari, hatto o'rta kichik shaharlar bo'lgan. Hippie harakati deganimiz bir xil aksil kultur harakatidir. Bu ma'lum jihatda Xitoydagi madaniyat inqilobiga o'xshab ketadi. Nimishqa? Marksizm-Leninizm asos o'rin turgan, ikkinchisi o'quvchilar qo'zg'atilgan, uchinchisi esa mavjud tuzum, mavjud kultur va an'anani inkor qilish va uni vayron qilish asosli nishon qilingan. Ana vayron qilishlar, ya'ni Amerika bilan Xitoyda bu ikki xil harakatning bo'lishi, hippie harakati bilan madaniyat zo'r inqilobining bo'lishi, garchi yana nurg'un o'xshashlar bor buning o'rtasida, ammo yana yadroviy o'xshashlar bor. Bir parallel olib berilishi odam vaqtini vayron qildirdi. Ularning tashkillanishi, ularning asosiy harakat yapağıcılarının o'xshashligi,
metodiki bazı o'xshashlar qatorliqlar bizni haqiqatan hayron qoldirdi ham diqqatimizni alaydi chekidi. Albatta, bu hippie hareketida yana turli axloqsiz qilmishlar yuz berdi. Ularning maqsadi asli bu iste'molchilikni tanqidlaydi ular. Ya'ni moddiy iste'molchilik, iste'molizmlik ya iste'molizmlik jamiyatni hamma narsa moddiylik hozir bor yashayapmiz shu iste'molchilik jamiyatida. Tunishni tashabbus qildi. Bu yaxshi yerlar bor bu hippie hareketniki. individuallık'a intildi. Kollektif masalan, kollektif hayatını, cümleden cemaat hayatını inkar qilib, bular o'zlari bir yerga chiqib, dalalarga chiqib, o bu qilib, aşağıda o'ziniki individual, yani shaxsiy qiziqishlari, g'oyalari va qimmatini izlaydi, uni namoyon qildi va boshqalar bilan hambaharlaydi bular. Bu vaqtda nurg'ulon kitoblar, kinolar bor, o'zing ko'rib nima qilib qolsang bo'ladi, o'zing bilgan tilda. Uyghur tilidan başka til demekçi. Elbette bu hareketlerin nurg'un türlük ahlaksız kılmışlarımız böyle. Mesela arakkeşlik, zerlik, çekimlikle belirleş ve onu aşkar kılış, tergib kılış, cinsiyet erkinlikini kılış, cinsiyet erkinlikini ailene gerek kılmazsak özüre halgan boyunca cübleşiş katarlık nurg'ulgan işler bu. Hemisi emas, bir kısımları bo'lgan bu. Şununla bir vakitte dal şu vaqtda bunda ikki cho'ng jihatdan ikki harakatmi bularning orasida intayin tiz taqilib va bularning bu harakatlarga qatnashishini ko'rinarli bo'lgan. Birinchisi feminizm, ya'ni ayollar huquqini qo'llash maskemi mush vaqtda Amerikada qattiq yuqori bir pallaga ko'tarilgan. Bu keyin boshqa bir tema, keyin tushadigan tema, shuni bu feminizm to'g'risida jiq to'xtalmayman. Ikkinchisi esa Amerikaniki shu Vietnam qilgan tajovuzga qarshi bular kuchli qarshilik faoliyatini yapgan. Bu jihatda ular samarali emgakdan qilgan, qurbonliklarni bergan deyish bo'ldi. Hamda Bezmandan qarshıca bu harakat dal Marksizm-Leninizm ideyasining ta'siriga uchragan. Ularningki bir qismini va ularning farzandlari keyin 1980 va 90-yillar Amerikaning siyosiy, iqtisodiy, kultural sohasida muhim rollarni o'tagan. Siyosiy sohada taki Amerikaningki kongressdan tortib, taki shtatlik yoki yerlik har darajalik hukumat o'rinlari bo'lgan, oliy maktabda qilib o'qituvchi bo'lgan, boshqa iqtisodiy sohalarga kirgan qatorliqlar. Demak, ularning ta'siri butun jamiyatningki eng halqiliq sohalarning hammasiga kirgan va uningga tarqalgan deyishga bo'ladi. Ularning kallasi bu jarayonda ajoyib qattiq yuyilgan. Shundoq yuyilganki, ular o'zininki bu xil o'zgarishni hargiz tushunmaydigan, ham tushundisimi ishonmaydigan qilib o'tilgan. Chunki naql ularning kallasi shu qadar programmalanadiki, hech kim ularning kallasini o'zgartirmaydi. Hatto sen uni uchur, haqiqiy isbot va hujjatlar bilan ko'maversanmi, hatto uni zo'rliq kuch bilan Sovet ittifoqi majburiy olib bir jazo lagerini ko'rsatsanmi, u ishni rad qildi. Toki sen uning yuziga o'tgan bilan tepmagicha. Askariy o'tuk uning xamirini ezgandilar, u ondan buni tushundi. Hargizmi bundan burun emas. Bu axloqsizlashtirish holatining tragediyasi. Vaqtdan tragediyalik avval bu. Ya'ni biz kallasın juyulganligini his qilolmasak, ikkinchisi o'zininki bir ideologiya bilan qaytadan qurashtirilib, qaytadan injenerlashtirib, yoki qaytadan shakllantirilganligini inkor qilib qolmasdan, balki o'zini eng erkin bir inson sifatida tushunib turishning o'zi buna tragediya bu. Texadama tragediyaliki ulug' bir shaxmat taxtasiga bir kuch sifatida qo'llanilgan. Tashqi kuchlarning yoki ichki kuchlarning yuqoridagi biz bilmaydigan kuchlarningki Amerika jamiyatini, ularni Amerikaning kapitalizm jamiyatini vayron qilishda qo'llanilganligini bilmagan. Hattoki o'zini ashunday vayron qilishga selayotganligininki manfaatini qo'g'dashni erkinlikni qo'g'dash deb tushungan. Bu tragediya.
O ilgirlab beni mundaq deydi. Naql. Axloqsizlashtirish jarayonini orqaga yondirish bek tez. Chunki u mening ichib o'tib ketadi. Mumkin deyilgandimi, buningga kam deganda bir avlod va nech 10 yillar ketadi. Asan emas. Kallar bir narsa. Mesela özümüzden o'ylaylik. Bizning Xitoyninki madaniyat inqilobininki oldi va shuningda va uningdan keyingi vaqtda olib borgan tashviqotning ta'siri ta hozirgacha bor. Men buni ba'zi vaqtida aramizdagilardan bir xil chekdan oshgan so'lchilikni va ulardagi bir xil pipanmozlikni, ya'ni bir odamni pipan qiliblar, butun g'ururi, pururi, qiyg'asini hammani yerli yaksan qiliblar, ujuqtirib, bosh ko'tarmas qilish, hatto numus qildirish, to'y qildirish deb ma'qul xohishlarni mis qilaman. Axloqsizlashtirish oxirlashgandan keyin ideologiyalik kallajishning ikkinchi bosqichi boshlandi. Bu bosqich muqimlashtirish deb ataladi. Bu bosqichda bir davlatning asosiy qurumliq omillari nishon qilindi. Masalan, iqtisod, tashqi munosabatlar va mudofaa sistemlari. Buningda og'diruvchi, ya'ni Sovet ittifoqi bu omillarning har birini muqimsizlashtirish orqali Amerikani ojizlashmoqchi bo'ldi. Bu bosqichga 3 yildan 5 yilgacha vaqt ketdi. Uchinchi bosqich krizis bosqichidir. Buningda Amerika oldi tepsida krizis oldiga elib kirildi. Bu krizis huquq, qurilma va iqtisodga zilzillik o'zgarish keldi va oxirgi bosqichga yo'l ochdi. Oxirgi bosqich normallashtirish bosqichidir. Bu qiziq, bu normallashtirish deganimizda, ya'ni mushaning hammani xalq qabul qildi degan gap. O'tganki 3-5 yil ilgari leksiyalarimiz so'zlagan vaqtimda mushu asoratga qarshi turishdimi, asoratninki biz asoratga uchragan vaqtimizda asoratninki bizningki kollektiv engimizda barliqqa keltiradigan bosqichlarni 7 bosqich bilan eng oxirgi bosqichniki asoratdan keyin insonlar o'zining yo'qotganlarini tanilib, uni qabul qilib, alakminalloh deb o'ziningki hayotini davomlashtirishga boshlaydi va bularni bu toplumning ko'p qismi normallashtirdi degan ma'bosqichga o'xshash. Ya'ni biz kallamiz juyilib, butunlay biz boshqa bir yo'nalishga yo'naltirilgandan keyin biz hammani normallashtirdik. Normallashtirishning xatarli tarafi nima degan vaqtda buningda biz o'zimizning kallisdagi ideya, ideologiyalar va boshqa omillarni aldirab suvolmaymiz. Bu bek kichkina bir bosqich normallashtirish. U men o'zimnikidan emas, balki boshqalar mening bilan o'xshash fikrda bo'lmasa, men uni o'zimniki dushmani deb qaramayman. Shaksiz shunday qilmayman. Hech zaman insonninki ijtimoiyatdagi eng muhim bo'lgan shubhichilik, savol qo'yib boqishga narsa qolmaydi bu bosqich bo'lgan vaqtda. Andin biz buni deydi. Normallashish bosqichida sening davlating allburun qo'ldan ketgan va sening yangi ideologiya va reallikda yashayotgan vaqtingni ko'rsatadi deydi. Demak, sen butunlay yangi bir dunyoga ekrilib ketib bo'lgan bo'lasan. Albatta, bu suhbat hozir bizga bo'libmi Uyg'ur jamoatiga bekla g'alita vaqt o'tgan, amaliyotga Uyg'ur emas bir suhbatda bilinishi mumkin. Chunki u bizga emas, boshqalar bilan bilishi mumkin. Chunki biz buni ag'dirmoqchi bo'lgan Amerika ag'dirilmasdan sobiq Sovet ittifoqi 1991 yilda ag'dirilib ketdi. Xayrulloh. Bundaqchilik bir vaqtda ideologik ag'dirmachilikninki oxirgi nishoni shu ag'dirmachilarninki, ya'ni ag'dirmachilik o'yinlovchilarninki mag'lubiyatdan oxirlashdi. Ishlar tugadi. So'q munosabatlar urush oxirlashdi, kapitalizm g'alaba qildi, sotsializm vayron bo'ldi. Hech bo'lmasa Rossiya, sobiq. Ammo ish undan oddiy emas. Chunki ikki nuqtada birisi sotsializm bilan hali ham tishtirg'ich qurollangan Xitoy dunyoga tahdid shakllantiryapti. Jumladan Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga tahdid shakllantiryapti. Esinglarda
Xi Jinping'in ketip ötken yıl degan bir gepi var. G'arb çöktü, şarq ko'tarilyapti. Dünya Xitoy modelini qabul qilish kerak dedi. Anadan Dünya iqtisod munbirining raisi Klaus Schwab yaqin kunimizda bir nutqida Xitoy bizning ulgimizdir dedi. Bu vaqtdan kerak to'xtalma. İkincisi o diğer vaqtda, ikincisi Amerika'da yeliqi bizga sobiq Sovet ittifoqininki ideologiyalik avtonomiyasiga tugab ketish bo'lgan singib kirish boshqa bir shaklda elib beriladi. Hozir biz sotsializmning alomatlarini, Marksizm, Leninizm, sotsializm deganlarning alomatlarini Amerikada ko'ryapmiz. Gerçi bir sobiq Sovet ittifoqidan iborat bir sotsialistik sistem ag'dirib tashlangan bilan uning ideologiyasi ham mavjud. Bu Amerika'da mevcut. Hoş. Bezmenov 1993 yılı 53 yaşında sırlıq tərzdə tuyuqsuz yürək kesib qozulub Kanadada vafat oldu. Onun ölümünün sırrı ta hazırlıqca cemaatke ayan bulmaydı. Az yılı qarama 1993 yılı Sobiq Sovet ittifoqi vayron bo'ldi. Buni o'ltayganda Rossiyaningki. Ehtimol, buna ehtimol yuqori deb qarayman. O vaqtning o'zida Amerikaga nisbatan sobiq Sovet ittifoqininki, ya'ni sotsialistik bir rejimninki qo'rqinchli tahdidi tugidi degan gap. Bu Bezmenovninki bu vaqtdagi ogohlantirishning kuch qolmagan bo'lishi kerak ayni vaqtda. Ama del aşındaq turib Bezmenov 2 yildan keyin, ya'ni sobiq Sovet ittifoqi Rossiya Federatsiyasi o'zgargandan keyingi 2 yildan keyin sirliq tarzda o'ldirildi. O'ldirishning bahonasi nima? Tuyuqsiz yurak kesib qo'zg'alish. Bu istixborotni xabarga bog'lab bilsang kerak. Bu bir qadar yumshoq shaklda suiqasdda o'ldirishniki bir xil vositasi. Bunun aldırab sebepli asildeki katil devletni yani katil bir istihbarat idaresini tepki çıkılı olmaydı bazı halda. Bu bizden işimiz kendi o. Bizden o Türkiye'deki bazı çoğunlarımız müşkül şekilde yoşun öldürüldü. Bunun da otopsininki nemisi de neticesinde yazılır. Şuna okşaş, yazganda, Kanada yazganda, Türkiye yazdı ki yoşun yürekli kozaldı deydi. Ama bunun ki sebebi bekmi tren ve bekmi kara ve bekmi korkunçluk. Hoş. Hem de biz yakında Bezmenov'ninki bu qarashları yakındaki qiziqishni deydik. Yakındaki qiziqishni qaraganda nurg'ulg'an kishi Amerikaninki navbatdagi nurg'ulg'an yangi kultural hodisalardan Bezmenov'ninki bundan 40 yil muqaddam bizga bergan ogohlantirishni hasrat bilan eslashga boshladi. Hammasi bir qismidan. Bu qaysi holatlar esa wokeism. Bunun tercümesi Uygurcadan qıpılanmağalığım üçün İngiliz aldım. Eğer İngiliz bildiğin bolsan, bulapmı Amerika'da yaşayatkan bolsanlar, wokeism degan gap köpünçe bulapmı bir yıl ilgili günlük getirip vardı bu gap. Bu ne degan gap? Rad qilish culture, cancel culture, siyasi to'g'riliq, political correctness, cinsiyet ideologiyasi, gender ideology, grup kimligi, group identity, tanqidiy irq nazariyasi, critical race theory. Muşu hukumlarga bilen nurgulluğan dağıtılaştı bulap, oңçullar bilen solçullar, demokratlar bilen cumhuriyetçiler ortasındaki dağıtılaş. O siyasi sahada emas, belki intellectual sahada, ziyalilik sahasında, mağrupta, bulap, ali mekteplerde naiti köp
talaş tartışlarga sebep bolup atadi. Onun üstüge bizdeki bu Yuri Bezmenov'dan görüp atkanımız ideologiyalik ağdırmacılıknınki kültürel hayatımızga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini. Yani bu yerda bir qurolli bostirib kirish yo'q. Atom bombasının heyvisi yo'q. Yoki bu yerda iqtisodiy embargo yo'q. Yani qo'rqitish yo'q. Ama qiziqtirish bor. Mecburlash yo'q. Asla qabul qildirish bor. Mush arqılıq, intayin yumuşak basla arqılıq bizdeki kültürel hayatımız, kültürel emimiz ve kültürel ameliyatlarımız asta özgürüp atıdı o değişik oldu. Bunu Amerika hayatından görüşlük oldu. Bunu nurgulluğun men muşu abay degenmiş volkizm, red kılış kültürü, siyaset toğırlık qatarlık doğrusu keyin her birisi asasen her birisini birden teyim kılıp toxtalıman. Şu vakitte biz bu xil astısın kiriş, astı özgertiş ve Amerika'nın işinden qaytadan qurib chiqishdak mana shunday bir planninki amalga ishlayotganligini ko'rsatib beraman. Endi men ko'rsatib bergan vaqtimda buni men ko'p hollarda buning hosilotlarini ko'proq analiz qilaman. Ammo buniki kim tarafidan yoki kimlar tarafidan qaysi xil yo'shin shaklda o'tirib chiqayotganligi haqida ko'p to'xtalmayman. Nemishqa degan vaqtda buningda nurg'ulg'an tadqiqotlar ketadi. Bu mendek bir shaxsniki qo'ldan kelmaydi. Bu bir davlat ustiga olgan bir cho'ng bir projekt bu. Hatta Amerika o'zi qilish kerak bo'lgan bir projekt bu. Chunki u o'zining jamiyatini hamda mushkul shaklda tushunish kerak. Nemishqa bu bir intan radikal bir kultural bir o'zgarish bo'ladi. Men faqat buniki hosilotlarini psixologiyalik, jamiyatshunoslik va boshqa bir shakllarda bundan keyingi leksiyalarimda analiz qilaman. Endi oxirgi deydiganim bugungi leksiyalarimizda bizniki asosan ko'rib o'tganimiz yig'inchoqlash shaklida Yuri Bezmenovningki ideologiyalik og'dirmachilik degan ideyasini ko'rib chiqdik. Bir xalq so'zlarininki biz Amerikada ko'rsatgan shu o'zgarish yapirish planini mush orqali biz Yuri Bezmenovdan boshlab biz bir turkum hodisalarni Amerikada hozir yuz berayotgan Amerikada emas, masalan yaqinda Fransiyadagi g'oyat zo'r bir xil ishga qalayimqanchilikni ko'rib o'tdik. Yevropada onun boshqa nurg'ulg'an ishga qalayimqanchilik bu Amerikadagi masala, Yevropadagi masalalar bo'lyapti. Bu yerda nurg'ulg'an ishlar var, biz bilishimiz kerak bo'lgan, kelgusi o'zimizni qo'llashimiz kerak bo'lgan, ham bizning avlodlarimizni qo'llashimiz kerak bo'lgan nurg'ulg'an masalalar bor. Mashlarning asosida sening diqqatingizga kelishga tirishman. Shuna Əmanlarınki bu leksiyaliga diqqat qilishinglarni so'rayman. Shunga bir vaqtda əmanlarga xushvaqt tilayman. Allohga